13 yoshlik bir qizning ish kiyim tasmasini sinfdagi bir o'g'ilvalning tatib o'ynagan vaqtida mush qizning onasining qilgan tarbiyasi nurg'un kishilarning olqishiga erishdi. Ota-onalar mazmunni cho'qim to'liq ko'rib chiqing. Ishning jarayoni mundaq. 13 yoshlik bir qiz sinfdagi bir o'g'ilval bilan so'qishib kelib, apasi sinf mudir tarafidan maktabga chaqirtildi. Hamda muallim onasiga ishning jarayonini so'zlab berdi. Muallim: Qizingizning orqa tarafda o'tiradigan saboqdoshi qizingizning ish kiyimining tasmasini tartib qo'ysa, qizingiz qo'pib, o'rindiq bilan o'g'ilvalni urib, burnini qanitib o'tibdi. Eng muhimi, qizingiz bek johil bo'lg'achqa o'g'il saboqdoshidan kechirim so'rashga unmadi dedi. Onasi ishxonada sinf mudiri, ilmiy mudiri, maktab mudirining hamda mana shu o'g'il saboqdoshininki dadasining bog'lig'ini ko'rib, qizni koridorga chaqirib, mushu ishning jarayonini qizdan so'radi. Qizning deyishicha, dars vaqtida u o'g'il saboqdoshi shu ish kiyimininki tasmasini kuchab tatgan. Tunji qitim tatganda bu qizning kar bo'lmagan. Ikkinchi qitim u o'g'il yana kuchab tatganda bu qizning achchig'i kelib, balining beshiga birini qo'ygan. U balining achchig'i kelib, bu qizning beshiga nechini qo'yib etgan. Shuning bilan bu qizning achchig'i kelib, u bal bilan urishib ketadi hamda o'rindiqni ilib, urgan chaqda burnining qanab ketganligini degan. Qizning apasi bu ishni anglagandan keyin qizni bag'riga bosdi hamda "Qizim, siz hozir bek uvalchilik his qilyapsizmi?" deb so'radi. Qiz apasining bu gapini anglab o'zini tutamay yig'lab ketdi. Apasi qizdan "Sizning bu ishni qanday hal qilgansiz ba?" deb so'radi. Qiz "Yo'q, men hargiz kechirim so'ramayman. Ular meni maktabdan haydabasmi? Men hargiz kechirim so'ramayman" dedi. Apasi qizni ilib ishxonaga kirdi. Bu chaqda o'g'ilning dadasi "Qizingizga qarang, kechirim so'rabasizlar ish tugaydi-ku, bundaq urushchilarlar maktabda bo'p turdi" deb dedi. Qizning sinf mudirimi qizningki kechirim so'rashni talab qildi. Qizning onasi berib, o'g'il saboqdoshining dadasiga "Sizmi o'g'il, ilmiy mudirmi o'g'il, sinf mudiri qiz. Undaq bo'lsa, sizlar ikkinglar hozir berib, sinf mudirining ish kiyimining tasmasini tatib yiqinglar" dedi. Bu chaqda o'g'il saboqdoshining dadasi qo'pib, "Bu nima deganingiz? Bu sizningki odam haqorat qilganingiz-ku" dedi. Bu chaqda qizning apasi "Undaq bo'lsa mening qizimchu, endi 13 yosh kirgan tursa, sizlar buni texnik kichik ish deb qaramsizlar, lekin men bir ona bo'lish sifatim bilan buni intayin cho'ng ish deb qarayman. Agarda sizlar bu ishni mushtaq hal qilsanglar, undaqda men berib bu ishning zodi jinsiy parakanchilikka kiramdi yo kirmamdi, shuni so'rab baqay" dedi. Jinsiy parakanchilik deganni anglagandan keyin o'tirganlar hammasi jiddilashib, qizning onasiga nasihat qilishni boshladi. Lekin qizning apasi hech nima demayla qizni ilib chiqib ketadi. Uy qaytish yo'lda qiz onasiga "Apa, bugun sizningki menga achchig'lamay, ham men tarafda turdiganligingizga ishonmay qoldim" dedi. Qizning apasi "Men sizning mangu yo'lanchigingiz, sizning onangiz tursam, men siz bilan birlikda masalani hal qilmay, ajaba masal bilan birga sizni hal qilamdim" dedi. Shunga ko'pchilik shuni bayqadinglarmi? Ota-ona bo'lish sifatimiz bilan bo'libmi balamiz balog'atga yetgan vaqtda biz cho'qim balaning maydonida turib masalalarni o'ylashimiz kerak. Balalarimizga zodi nima kerak? Albatta, izzat, hurmat, ishonch, to'g'ri yetaklash hamda cho'nqur muhabbat kerak. Mayli qaysi joyda bo'lsin, qaysi vaqtda bo'lsin, ota-onalar balalarning eng cho'ng yo'lanchigi. Bu filmni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, ko'plab tarqatib qo'yinglar. Ham farzand tarbiya to'g'risidagi texnik ko'p bilimlarga ega bo'lay desangiz, meni boshpatdan qaytib oling.